Traklarni faqatgina erkak kishilar hayda oladi desanglar, juda ham adashasizlar. Hozir men sizlarga Amerikadagi eng mashhur trak haydovchisi, ayol trak haydovchisi Lisa Kelli haqida aytib beraman. Lisa Kelli o'zi burger restoranida ishchi, ofitsiant va undan oldin bo'lsa mototsikllarning mexaniki bo'lib ishlagan. Lekin keyinchalik CDL olishga qaror qilgan va trak haydashni boshlagan. Trakda qachon mashhur bo'lgan desanglar, Ice Road Truckers degan serialda ishtirok etgan. Bu serial Alaskada olingan bo'lib, muzli, -40 gradusli yo'llarda trakchilarning mahoratini tekshiradigan, ko'rsatib beradigan serial bo'lgan. Va bu serialda juda ham mashhurlikka erishgan. Chunki haqiqiy ekstremal sharoitda qanaqangi trak haydash kerakligini ko'rsatib qo'ygan. Hattoki uni fanatlari Lisa serialdan chiqib ketgandan keyin ham yana qaytib kelishini so'rashgan va boshqatdan serialni olishgan. Videoni kimga jo'natishni menimcha o'zingizlar ham bildinglar. Trak haydashga potensiali bo'lgan ayollarga videoni jo'natib qo'yamiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like ni unutib qo'ymaymiz o'rtoqlar.